hurmatli obunachilarimiz, sizlar kommentariyada aytdilaring, Xurshid Rasulov Qo'qondanmi yo'qmi? Mana Xurshid akam o'zlariga uchrayapmiz. Ustoz, biz yoshligimizda ashulalarni sevib katta bo'lganmiz. Hozirgacha mashinada ashulalarni ishlaymiz ustoz. Konsertlarni qoldirmaymiz. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni ko'pchilik aytadiki, Qo'qon shaharidanmi Xurshid Rasulov, qayerdan deb mendan ko'pchilik so'raydi. O'shanga o'zingiz Qo'qon shahardan, Charxaning guzaridanman. Hamma qo'qonliklarga gap yo'q. Qo'qonlik yigitlariga gap bo'lishi mumkin emas. Hammasi iymon, zo'r yigitlar. Ko'rib turibsizlar. Qo'qonga kelinglar, mehmon bo'linglar. Ko'rib turibsizlar, Qo'qon qanaqangi shahar. Xurshid Rasulovni o'zlarini yuzlaridan bilsa bo'ladi. Kommentariyada Xurshid Rasulovni yaxshi ko'rganlar, o'zlaring yorib tashlaysizlar. Ustozni ashulalarini bilasizlar, abadiy ishlasizlar. Xudo xolasa sog' bo'linglar. Xurshid Rasulovni o'zlari mana men doim aytaman-ku sizlarga, Jahongir ko'p faqat sifatli insonlarni olib chiqadi. Uzoqlashib kelyapmiz. Sog' bo'linglar, ha?